Qovurgan tovaga yog' solib, sabzini solib, yengil pishirib olib, qovurib, undan keyin piyozni tillarang qilib qovurib olamiz. Tillarang qilib qovurib olgan piyoz va sabziniga ta'bga ko'ra ozgina tuz qo'shamiz. Ziravor aralashtiramiz. Davomida pomidor va chesnokni blender qilib qo'shamiz. Kosmamizni aralashtirib, uni ham otini qovurib olamiz. Ozgina qaynab olgandan keyin qaynatib qo'yamiz. Endi qaynab chiqishini kutamiz. Xolatinlikda tindirilgan xamirimizni bo'lib olamiz. Va yoyib, juvalacha qilib yoyib, xamirimizni yupatib yoyib olamiz. Xamirimizni yoyib oldik. Xamirimizni yupatib yoyib oldik. Bu orada bulyonni qaynayapti. Xamir ichiga nachinkaga tuz solamiz, piyoz, qaynatilgan guruch, kartoshka, mol go'shti qiymasini solib, barcha narsalarni aralashtirib olamiz. Aralashmamizdan qo'shamiz. Go'shtimizga ozgina soya qo'shamiz. Ozgina qora murch. Quvurtirgan ko'katimizdan qo'shamiz. Yog' quyamiz ozgina. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashmamiz tayyor. Endi xamirni o'rab chiqamiz buni. Xamirimizni to'g'ri qilib kesib olamiz. Ortacha bo'laklarni olib tashlaymiz. Kesilgan farsh xamirimizga farshlarni solib, o'rab chiqamiz. Ochib ketmaydigan qilib, o'ramani o'ragandek, shunday o'rab chiqamiz. Endi o'rab bo'lgan o'ramalarimizni sousga terib chiqamiz. Mana hammasini bitirib, endi chicha qaynatib olamiz. Biroz qaynab chiqqandan so'ng yopamiz va 20 minutga damlab qo'yamiz. Ovqatimiz tayyor. Bismillah. Judayam mazali.